Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda $150 bilan biznes boshlash mumkin bo'lgan paxtaqand uskunamiz. Bu uskunamizni to'liq xarakteristikasi, qo'limizdan kelgancha konsultatsiya va instruksiyalarni tushuntirib o'tamiz. Ya'ni apparat sotib olganimizdan keyin biz qanday ishlatamiz degan savollaringga javobni berib o'tamiz. Video davomida ishlatib ko'rsatib beramiz. Xo'p, biz bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. Videoda boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbek-Xitoy savdo uyi. O'zbekiston barcha hududiga dastavkalarimiz bo'ladi. Ekran nomerlar aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin. Apparatni sotib olganlaringdan keyin xuddi mana shu ko'rinishda sizlarda menu paydo bo'ladi. Ya'ni birinchi bu tomonni ko'rsating-da. Bu tomonida apparat to'liq xarakteristikasini yozib qo'ygan. Ya'ni birinchi modelini, og'irligini, ishlash voltini, ya'ni 220-50 Hz da ishlaydi. Rasxodini 1 kW soatiga rasxod qiladi va razmerlari va chiqarilgan sanasini. Xo'p, bu apparatimizni oldi menyusi glавный menyu hisoblanadi. Ya'ni bunda 3 ta bo'lim bor. Ya'ni birinchi bo'lim bu voltmetr deb yozib qo'ygani bilan voltmetr hisoblanmaydi. Bu gradus datchik hisoblanadi. Undan keyingisi gradusda legirovka qiladigan bu original datchik va uchinchisi glавный kirish. Ya'ni bu kirishda yoqadigan bo'lsa, tepani bitta ko'rsating, motor yonadi. Bitta yoqadigan bo'lsa, tepada motor yonadi. Bu motorni yoqqan holatda gradus qo'yiladi. Ya'ni o'rtacha gradusi mana hozir ko'tarilyapti, yaqinlashtiring-da. O'rtacha mana shu 165-170 oralig'ida qo'yiladi. Ya'ni mana bo'ldi. Endi apparat yangi sotib olganlaringdan keyin o'rtacha hisobda 5 minutdan 10 minutgacha qiziydi. Bu birinchisida. Keyingilarda toklayni baland pastligiga qarab turib 2-3 minutga qarab qiziydi. Bu apparatimizni mana shu knopkasi nima degan savollaringga javobimiz. Bu передохранитель bo'ladi. Ya'ni kelayotgan toklayni nosozlik bo'ladigan bo'lsa, primoy motor, primoy miya kuymaydi. Mana shu передохранитель kuyadi. Bu narsa har xil o'sha elektrotovar sotadiganlarda donasi 1000 so'mdan turadi. Sotuvda bo'ladi bu narsa. Agar o'zlaringda bo'lmaydigan bo'lsa, aloqaga chiqsang, o'zimizdan sotuvda bor, jo'natib beramiz. Va komplektida ham bitta o'ziniki, bitta ashna передохранитель va instruksionning kitobi chiqadi. Va bitta shakar solishga mo'ljallangan cho'michasi bilan birgalikda. Ya'ni bu bo'limda bitta kassa yoki shakarni mashinchaga solib qilsalaring ham bo'laveradi. Apparatni yoqdilaring, misol uchun, yoqib, kerakli gradusga qo'ydilaring. Qo'yganlaringdan keyin shakarni solib ishda davom ettiraverasizlar. Endi misol uchun bugungi plan yopildi, bo'ldi. Bugun apparatni ishlatmaysizlar. Undan keyin nima qilamiz? Shuna gradusni 0 ga tushiramiz. Prosta tak 2-3 minut motorni o'zini yonib qoldiramiz. Sabab bu katta gradusda qiziydi, bir xilda gradusda qizib turganini hisobiga o'chirib qo'ysalar, ichkarida har xil mayda zarrachalar, shakarning mayda zarrachalari qolib ketsa, yo'llarni bekitib qo'yishi mumkin. Ertangi ishlatishlaringga o'zlaringga noqulaylik tug'diradi. Apparat sotib oldilar, ishlatyapsizlar. Har 3 kun, 4 kunda bir marta mana shu to'pasida 4 dona bolti bor. Bo'shatib turib, ichini tozalab turish sizlardan talab qilinadi. Bu apparatni sotib olganlaringdan keyin biz sizlarga bir oy garantiya qilib beramiz. Apparatni ishlashiga garantiya qilib beramiz. Misol uchun apparat sotib olib, sizlar ishlatishni bilmasalar, kuydirib qo'ysalar, qanaqadir holatlarda unda bizning garantiyamiz amal qilmaydi. To'klarni o'ynab turib kuyib qoladigan bo'lsa, garantiyamiz amal qilmaydi. Faqat apparat zavodskiy nosoz holatda yoki-da qanaqadir o'zidan-o'zi ishlamagan qolgan holatlarda bizning garantiyamiz amal qiladi, servisli bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shahar, apparat aytib o'tilgani narxini $145 dan, skidka narxi o'zi $150 dan aytdik, $145 dan skidka narxda qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun ekranda nomerlarimiz chiqib turibdi, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga dastavkalarimiz bor, kelishilgan holatda. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlashlaringni shu tariqa bildirsalaring bo'laveradi.